Jak X200 barcha turlariga rassrochka e'lon qilindi. Rasman mana shu ko'rib turganingiz Jak X200lar o'z pulini bo'lib to'lashga, ya'ni rassrochkaga beriladi. To'ppa-to'g'ri eshitdingiz. Jak X200 barcha turlariga rassrochka e'lon qilindi. Xo'p, azizlar, buni tartibi qanaqa? Boshidan 50% ni to'lagan holda 13 oyga qolgan pul o'zini pulini bo'lib to'laysiz. Buni siz so'ragandingiz aka. Marhamat, biz buni qildik. Kelasiz, bitta pasport evaziga uchrashasiz, hamma shart-sharoitini tushuntiramiz. Mashinani esa bir kunda hal qilib beramiz. Mana shu mashinani o'z tan narxini bo'lib to'lash hozir eng hadovoy, ya'ni eng ko'p sotilayotgan mashinalardan biri mana shu mashina o'zi aslida. Xo'p, bizni qayerda ko'rib turibsiz? Bog'larning pastida siz yashab turgan viloyatingiz yoki sizga yaqin bo'lgan joyda lokatsiyalar tashab beriladi, ya'ni filialimiz lokatsiyalar. Albatta, hamma joydan xuddi shu tartibda, shu ko'rinishda mashinani xarid qilishingiz mumkin. Ulgurib qoling, mashinalar o'sha sotilishni boshladi. Tashkent Prime Motors. Sifat qiymatdan ustun. O'zingiz deb